Xullas bizada open case lichnikda bor narsalarim sotamiz. 373 bo'ldi. Endi bitta keyslarni ochib boqamiz. Qaysi keys ochamiz? Xo'sh. 19 li yaxshi beryapti. Bitta 10 tali. Ketdik. Xo'sh, qani nimalar beradi? Tepada yaxshi bermadi, pastda pop keldi. U 216. Yaxshi 192 216. Yaxshi berdi, 5 tali ochamiz. Qani nima beradi? Mashina tushdi, mashina. U hali kiyim ham ko'p berardi. U 144 bo'lib ketdi. Yaxshi, endi bittali ochamiz. Bittalikdan yaxshi berish kerak. Ko'ramiz nima beradi. U mashina to'xtasa, bu ham ko'p edi qani. U 80 ekan. Yaxshi, 19 ga 80. Normal. Qani, yana bitta. Xo'sh, vash kiyimda to'xta bersa zo'r bo'lardi. Nomam ham yomon emas. Kiyim lekin ichida qani 129 ekan. 77. Yaxshi, 19 ga 77. Plyusdamiz. Yana bitta bosamiz. O mashina ham 20 necha duram edi. 36 ekan. Yaxshi, teng barobar. Ketdi yana bitta. Ikki varding K bo'ldi oxirgisi. Lekin plyusdamiz. Buni sotamiz. Bitta aylantirish ketmasa qani lichnikda qancha yig'ilibdi? 300 necha duram edi? 561 bo'lib ketibdi. Yaxshi, yomon emas. 561. Mana shunaqa taktika bilan ochish kerak-da o'zi balki. O'shanda yaxshi beradi. Lekin buni hech kimga tavsiya qilmayman. Pulingiz ko'p bo'lsa ochsanglar bo'ladi. Pul ketsa ham ta'sir qilmaydigan odamlar bo'lsa, ochsa menimcha hech narsa bilinmaydi. O'zi puli yo'q bo'lib turib ochganlar yeb qo'ysa keyin og'ir ahvolga tushib qolish mumkin takishda. Pulga qarab ish qilinglar. Bu yo pan yo propan narsa. Men endi prosta ochib ko'rsatdim. Ko'rsanglar. Tushadi yo tushmaydi. Mana soch tushsa, sochda ko'p berardi. Mana 19 ga 592. Oqib yaxshi berayotgan joyda mana sekin oqish boshlayapti.